Assalomu alaykum barchaga. Sizlar bilan Nevrologiya akademiyasi lektor doktor Serdar. Klinik neyroradiologiya kursi birinchi modul, birinchi dars kompyuter tomografiya va MRT ning fundamental asoslari va ularning semiotikasi. Dastlab kompyuter tomografiyaga to'xtalsak, kompyuter tomografiya bu nurli diagnostika bo'lib, bunda biz rentgen nuri yordamida tekshiramiz. Uning semiotikasi, ya'ni lug'atiga to'xtalsak, bizlar to'qimaning zichligi nisbatan ishlatamiz, ya'ni giperdens. Bu nima? Zichligi yuqori bo'lgan to'qimani bildiradi. Bularga nima kiradi? Bularga suyak, qon va kalsifikat to'qimalar kiradi. Keyingisi izodens, ya'ni bunga miya to'qimasi, ya'ni kulrang modda kiradi. Keyingisi gipodens, ya'ni bularga zichligi past bo'lgan to'qimalar suv, yog' va havoni tashkil etadi. Masalan, bu yerdagi tasvirga e'tibor bersak, gipodens, bu yerda masalan suyak ko'rinyapti, giperdens oq va izodens sifatida kulrang modda. Ya'ni e'tibor berishimiz kerak, bu yerdagi giperdens kalsifikat, ya'ni epifiz bezining kalsifikati. Bu normal fiziologik holat hisoblanadi. Ya'ni 10 yoshdan oshgan bolalarning 40% uchraydi, balog'at yoshiga yetganlarning deyarli barchasida uchraydi. Lekin e'tibor berishimiz kerak, bu markazda joylashgan bo'lishi kerak. Agar markazdan siljigan bo'lsa, miyada qandaydir miya grijasi yoki miya herniyasi deb aytiladi, ya'ni u qaysidir tomonga siljigan. Ya'ni masalan, bu yerdan shish yoki epidural qon quyilishi bo'lsa, miya bu tomonga siljiydi. Shunda bu tomonga da hosil bo'lgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun ham u to'liq markazda joylashgan bo'lishi kerak. Yana kalsifikat uchraydi xarioid pleksuslarda. Bu ham normal fiziologik holat hisoblanadi, ya'ni yoshi kattalarda. Bunda ham e'tibor bering, ikkala tomonda uchrashi kerak va ikkalasi ham bir xil simmetrik bo'lishi kerak. Agar bir tomonda uchrab, bir tomonda uchramasa, bizga bu yaxshi alomat emas, ya'ni qo'shimcha tekshiruvlarni talab etishi mumkin. MRT bu nima? MRT kuchli magnit maydon yordamida protonlar impulsini yozib olish usuli. Buning semiotikasiga kelsak, giperintensiv, ya'ni signalning intensivligiga qarab bo'linadi. Izointensiv va gipointensiv. Endi bunda ham giperintensiv oq ko'rinadi, izointensiv kulrang, gipointensiv qora ko'rinadi. Bu yerda masalan likvor oq ko'rinyapti, giperintensiv. Keyin bu yerdagi kulrang modda esa izointensiv hisoblanadi. Lekin MRTda e'tibor beringlar, bu nisbiy hisoblanadi semiotika, chunki bu nimaga bog'liq? Uning rejimiga bog'liq. Masalan, T1, T2 rejimlari. Bu yerda e'tibor beraylik likvorga. Bittasida to'q yoki qora ko'rinyapti, ikkinchisida och yoki oq ko'rinyapti. Ikkalasi ham bir xil narsa. Nimaga har xil ko'rinyapti? Va bu yerda buni biz aytamiz likvorni gipointensiv, bu yerda giperintensiv. Shuning uchun ham MRTda bu semiotika nisbiy hisoblanadi. Ya'ni agar biz qandaydir ochoq yoki nimadir aniqlaganimizdan keyin albatta uning rejimiga e'tibor berishimiz kerak. Shundagina bizga ma'lum bo'ladi bu nima ekanligi. Endi kompyuter tomografiya yoki MRT qaysini qachon buyuramiz? Kompyuter tomografiya buyuramiz asosan o'tkir travma, o'tkir qon quyilishi, ya'ni subarachnoid qon quyishlarida, insultning birinchi 3 soatida ham kompyuter tomografiyaga mutlaq ko'rsatma hisoblanadi. Boshqa qolgan barcha holatlarda biz MRT tayinlashimiz kerak. Ya'ni ishemik insult, o'sma, targ'aq skleroz, infeksiyalarda va albatta epilepsiyalarda ham. Endi orqa miya patologiyalarida qachon tomografiya, qachon MRT? Asosan orqa miya, ya'ni umurtqa travmalarida
biz kompyuter tomografiyaga tayanamiz va albatta operatsiyadan keyin metall konstruksiya o'rnatgan bo'lsa, uning nazoratida ham qilamiz. Qolgan barcha holatlarda esa MRTga ko'rsatma hisoblanadi yoki ko'proq informativ ma'lumot beradi. Disk churalarida ham miyelit, orqa miya o'smalari va stenoz holatlarida ham bizga MRT buyurishimiz kerak. Ya'ni MRT ko'proq informativ diagnostika hisoblanadi. Qarshi ko'rsatmalar MRT uchun magnit maydon bo'lgani uchun kardiostimulyatorlar, har qanday metall implantlar yoki metall parchalari, klaustrofobiya, bundan tashqari homiladorlik birinchi trimestrida ham tavsiya etilmaydi. Kompyuter tomografiya, homiladorlik, bunda ham qarshi ko'rsatma. Kontrastga allergiya holati, sezuvchanlik holatida ham tavsiya etilmaydi. Buyrak yetishmovchiligi holatida ham kontrastli kompyuter tomografiya qarshi ko'rsatma hisoblanadi. Shu bilan birinchi moduldagi birinchi darsimiz tugadi. Keyingi darsimizda biz MRTning rejimlari haqida gaplashamiz. Barchaga rahmat. Sog', salomat bo'ling.